Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz Doge tengisi haqida to'xtalamiz. Doge degan gap hamda it degan so'zningki manda qasddan xato talaffuz yoki hajlangan, ya'ni dog deydi inglizchada. Shuningkin hamda dogni Doge deb talaffuz qilib, Doge tengisi desakmi bo'ldi amaliyotda. Shu vaqtda to'xtalamiz. Avval biz shu Doge tengisiningki ham qanday paydo bo'lgan, nima maqsadda qo'yilgan shu haqida tanishib chiqsak. Hem de ma sol taraf qarasanglar, bu sol tarafdaki hem de bir itning rasmi, bu Yaponninki Ino iti. Ko'pincha holda ajbiy rasmda buni ko'p qo'llandi. Hem Doge tengisi shu yumshoqdal injenerlari Billy Marcos va Jackson Palmer mush kadam tarafidan 2013-yili qo'yilgan yoki shu vaqtda dastlab chiqqan bit tengisi yoki shifrliq pul. Shifrliq pulni ham cryptocurrency deydi inglizcha. Mushuni mazoq qilish uchun qo'yilgan. Hamda Palmer mush shifr pulni qanday mazoq qilgan deganda, ma u inoydi, ma sol tarafdagi. Ko'rsanglar tunisizlar. Buni ham ish degandagi dogni xato talaffuz qilib, hajlab yoki Doge deb, dogni Doge deb bilib, maqsad hamda mazoq qilishda shifrliq pullarni, ya'ni Bitcoin'ni. Hem dastlabda shu o'zingizlar ingliz tilida bir nerd yoki kitob xolisi deydigan bir gap bor. Hem bir to'p hamda havaskorlar shu vaqtda yangi chiqqan vaqtda, shu shifrliq pul yangi chiqqan chaqda, shu Doge tengisininkini hamda tashviq qilib berish, shuning nimasini yuqori ko'tarish uchun o'zlari mablag' to'plab, masalan, Yamaykaninki bobsleigh deb bir komandasini 2014-yillik olimpik tenharkat musobaqasiga avatgan. Mush orqali qanday bir e'lon yoki marketing qilib, shu Dogecoin'ning bozorini hamda ichiq tirishgan. Dogecoin yoki Doge tengisi. Doge tengisi shu bit tengisi va Ethereum bular ham bir shifrliq pul, cryptocurrency. Mushunga o'xshash bo'lak zanjir texnikasida ijro qilgan bir shifrliq pul amaliyotda. Hamda bo'lak zanjir texnikasi qanday bo'ldi deganda, men mush bo'lak zanjir texnikasi to'g'risida tuzilgan bir videosini boshini ko'rib baqsanglar bo'ldi. Buning tarixi shu. Faqat mazoq qilish orqali bu dastlab ishonmaslik, ya'ni chunki bit tengisi dastlab chiqqan chaqda bu bir shifrliq, ya'ni raqamli o'g'achqa ko'pincha odam gumonlangan. Tam shu sohadigilarmi, xuddi shu Doge tengisining qo'yg'uvchisi yoki barpo qiluvchisi Billy Marcos va Jackson Palmer, tam shular IT sohasida bo'lsa-mu mazoq qilgan, bir xil ishonmagan. Shu ular qanda yumor chaqchaq maqsadida Doge tengisini qo'ygan. Lekin bugun, ya'ni 4-oyning 24-kuni Dogecoin yoki Doge tengisining bahsi hozir bir Doge tengisi 27 sent Amerika dollari bo'yicha hisoblangan chaqda. Bu o'rlab turdi, tushib turdi. Shunga aniq vaqtini deymiz, 4-oyning 24-kuni. Hafta burun bu 40 necha sentga chiqqan, 41, 42 hozir tushib ketdi. Hamda buningki bozor qimmati, bozor kapitaliga qimmati hozir bugun, ya'ni 4-oyning 24-kuni 35.8 milliard dollar. Hafta burun taxminan 50 milliard dollarga chiqqan bu. Bugünkini alsaqmı 36 milliard dollarga yıqillab qoldi. Bu chaqchaq emas bu. Endi chaqchaq buni 36 milliard qimmatli bir narsa chaqchaq degila olmaydi. Chaqchaqdan boshlangan narsa hozir qanday bo'lib ketdi? Milliard dollarlik qimmatli bir mulk bo'ldi bu. Endi Doge tengisininki bu bahosi ko'pikmi deymiz. Chunki bu ko'pincha kishilar ham gumoniy qarashda. Chunki bu raqamlik tutqulunmaydi. Biz tutqulunmagan narsaga ko'pincha ishonmaymiz. Endi Dogecoin'ning hamda qo'llag'uvchilari bor-da, sodiq qo'llag'uvchilari bular o'z vaqtida
бұл бір әжеви арқылық Dogecoin'ninki, yani Doge tengisininki bahasını ayğıç örültmez deydigan bir bularning bir va'disi bor. Şoň köpinçe әжеvi resimde qarsanlar, İngilizce meme deydi bunu. Köpinçe әжеvi resimde hem de Doge tengisininki ay bilan munosabatlikka to'g'risi ko'rsalar. Mush yilning o'zida Doge tengisi 2021 yilning ichida 5000 esi o'rlab ketdi bahasi. Bu bek chiqsana, bu 5000 esi o'rlamak degan bir yilning ichida. Ya'ni siz birinchi oyda Doge tengisidan $1000 olib qo'ysak, birinchi oyda. Hozir 4-oyning 5 oy vaqt ichida $1000 qanda $5 million qiymatiga ulab qoldi. Olab qolgan 4 oy ichida bu bulangchilik qismi bunda hamda qimmat yaratib olmaydi. Agar $1 million olib qo'ysa deganda bu intayin ko'p son. Hamda shu Musk, ya'ni Elon Musk deydi inglizcha, Elon Musk. Shu Musk degan odam, ya uni ko'pincha bilishingiz mumkin. Bilmaganlarga men sal turib qisqacha tushuntirib o'taman. Doge tengisiga qanda xalqning shifrliq puli deb nom bergan. Ham shu oyga o'zi qanda, o'zi emas, mana fiziklik, ya'ni mana shifrliq emas, fiziklik holda Doge tengisining belgisini tikishga va'da bergan odam bu. Hamda Elon Musk to'g'risi sal turib so'zlayman. Doge tengisi bilan bit tengilarining qanday farqi bor? Masalan, mayli angladiq, bit tengisi yoki Bitcoin basimi bu osmon palak o'rlab ketdi. 2010 yili bilan hozir 2021 yilda osmon zim farq bor. Hozir bugunning o'zida Bitcoin taxminan bir tal bit tengisi $49,000 atrofida. Hamda bu nihoyat ko'p necha ming es o'rlab ketdi deymiz. Lekin ma Dogecoin bilan bit tengilarning qanday farqi bor? Ershkilisi shifrliq pul. Bu o'xshashlikda. Hamda farqi, birinchi farqi Doge tengisini qezishda, hamda bit tengisini qozg'il oldi. Doge tengisini qozg'il oldi. Lekin Doge tengisini qezishda bu matematikalik tanglimini ishlashga hal qilish tez va oson. Ammo bit tengisini unda oson emas. Hozir hamda bir aylandan keyin maxsus bit tengisini qozadigan bir videosini ko'rganman YouTube'da. Hamda shu o'zining saplamasiga munosabatlikda o'zi yetib olgan. Va xotir kompyuter bilan qozg'ilolmaydi bit tengisini. Shu uskunasi bilan yarim yilda bir tal Bitcoin qazg'anligini so'zlagan bir videosini ko'rgan. Oson emas. Chunki nurg'ulgan murakkab formulalar bor, buni yechib chiqadigan. Yana bir hash nomeri bor. Nonce deydigan. Uni mening yana bir bo'lak zincir texnikasi degan videomni ko'rsangiz sal tafsiliyroq so'zlangan. Shuni yechib chiqish uchun ham bek murakkab. Birinchi farqi ham Dogecoin oson, tizlam yechib chiqaqil oldi. Yani qazg'ili oldu. İkinci farqi bit tengisininki soni cheklik. Bit tengisinin faqat 21 millionlam soni bor. Bu mangulik shunda. Buningdan oshig'ili bo'lmaydi. Bunda olgan chaqda bit tengisining asosiy yana bir aloyidligi pul paxalligini keltirib chiqarmaydi. Shunga hozir nihoyat ommabop bu. Lekin bu Doge tengisi qanday deganda buning cheklimasi yo'q. Cheksiz qazg'ili oldi buni. Endi bunda cheksiz bir narsani bahosi o'rlab ketganiga odamning aqli yetmaydi. Nimishqa shunchalik o'rlab ketadi. Bit tengisining cheklik o'g'achqa o'sha bit tengisini qizish bag'ansi tezlashib ketadi. O bit tengis qazg'alininki videosini ko'rsanglar bir xil shu traktorning ovozida chiqarib ketadi. Balki yuqori ovozda shovqin bor. Qazmaq oson emas. Hamda uchinchi farqi nima degan chaqda? Hamda Elon Musk. Bu odam tanishtirish to'g'ri keldi. Bu rasmdagi ustidagi odam shu Elon Musk. Doge tengisi bilan bit tengisining hamda bu zich munosabatlik.
Doge tengisi men eng yaxshi ko'rgan shifrlik pul o intayin qaltis. Elon Musk 2019-yili 2 aprel degan so'z. Yani Twitter'ga yazgan sözü. Doge tengisiniki izchil o'rilishida shu Elon Musk'ninki töhpisi var. Hem Elon Musk degan kim o deganda bu hozir intayin qobiliyatli yana bir talant egisi. Masalan, buni qanday ta'riflaymiz deganda, shu Nobel iqtisod mukofotiga erishgan John Nash deb bir odam bor. U shu magistrlik kirdigan chaqda bir professorninki, bizning bir o'qituvchisiniki hamda tavsiya xati yozib berishini so'ragan chaqda, uning professori John Nashni ham ta'riflash uchun hamda maktabga qanday o'qishligini ta'riflash uchun birlam so'zni yozib berib ekan. O talant egisi degan bir qo'rinlam. Elon Musk'ni mana shunda ta'riflasak kamlik qilmaydi. Bu haqdan talant egisi. Masalan, hozir xalqarada keng ko'lam ishlatayotgan PayPal'ni kashf qiluvchisining birisida bu Elon Musk. Hozir dunyo bo'yicha eng chong zardor birinchisi yoki ikkinchisi bo'lib almashib ketib bordi. Buning Tesla, SpaceX degan shirkatlar bor. Qisqacha aytgan chaqda ham tonishtirish ketmaydi. Nimalar bilish mumkin. Shunday bo'lganda men bir tonishtirib etdim. Bu odam nimishqa yoki qanday usulda Dogecoin'ni to'xtamay tashviq qildi. Bu Dogecoin'ning qo'yg'uchisi emas. Nima sababdan tashviq qildi? Nima uchun Dogecoin'ning bahsi uzluksiz o'rlab ketadi deganda. 2021 yil, ya'ni mush yili 2-oyning 7-kuni vaqtga diqqat qilsanglar bo'ldi. Dogecoin Twitter nima? Elon Musk Twitter'ga "Who let the Doge out" deb bir tweet yozgan. Buning ma'nosi itni kim qo'yib etdi deb tarjima qildim. Hamda Doge degani hamda Dogecoin demakchi yoki it demakchidan moslashtirib ta'vatadi. Itni kim qo'yib etdi dedi. Elon Musk shu 7-fevral tweetni atgandan keyin qarsangiz shu dal u vaqtda Doge tengisining bahsi 0.5 sentdan 1 sent emasda. Nima? 5 sent atrofida. 5 sent 76 pointdan da. 5 sent atrofida. Mush tweetni atgandan keyin buning miyaga o'rildi. Bahsi o'rildi. Ama yani yeterlik o'rilimidi. Andan Elon Musk 3-oyning 1-kuni sol tarafda ihtijviy xalqini afsonalarchi tovar yoki narsa deb yana bir tweet atdi. Qarsanglar, men memes degan ajbirasin deyinga inglizcha memes deydi. Ma bu Doge tengisi ama o'qto'ra hujum qilayotganda shu Doge tengisining hamda qimmati tushib ketdi. Lekin qanda tushib ketsimi, bu nim to'sab qola oladi deganda, bu ajbirasini to'sab qola oladi demakchi. Vaqt qarsanglar, Doge tengisining bahsi o'rlab tushayotgan chaqda buni Elon Musk qanda oldin olish uchun bir tweet atgan. 3-oyning 1-kuni. Qarsanglar, shu vaqt to'g'ri keldi. Undan keyin azroq o'rlash, ya'ni izchil tushib ketmay azroq o'rilgan. Andan rasmiy o'rilgan qachon deganda 4-oyning 15-kuni, ya'ni 10 kun burun Elon Musk qanda itning ayda qavishi degan bir tweetni atdi. Ma bu it yoki ayda qavishi. O vaqtda Doge tengisininki bahsi 13 sent 63 chiqib qolgan. Shuningdan keyin qanda 13 sentdan mishagacha o'rlab ketdi. Ko'rdingizmi? Tiksiz qo'llardan o'rlab ketdi. 4-oyning 15-kuni. Hamda
Elon Musk nimishqa uning tashviqotini qildi deganda yana bir hikoyani so'zlash to'g'ri keldi. Elon Musk ham Tesla shirkatining quruvchisi 2021 yili, ya'ni mush yil. Xuddi men bir tarixni so'zlagandek bo'lib ketdim. Ya'ni mush yilda 2-oyning 9-kuni Bitcoin aldı. Yani qanchalik deganda 1,5 milliard dollarlik Bitcoin'ning mablag' soldi bu odam. Bitcoin mo, ya bit tengisi mo bir shifrliq pul hamda. 2-oyning 9. 2-oyning 22-kuni qanda hamda Elon Musk mablag' solgan ekan, hamma odamning dehqon tortadi. Bit tengisining bahsi o'rlab ketdi. Mush 15 kun demdik. 13 gün mü? 13 gün içinde, 2 hafta içinde Elon Musk 1 milyar dolar payda aldı. BitTengis'ten. 2 hafta içinde 1 milyar dolar. Bu Tesla şirketinin maşinesi bağı. 2020 yılı bütün tapqan paydasından çıqqını, çıq to'xtagan. 2 hafta içinde tapqan paydası BitTengis'ten. Yani bu muşunda derecede qiziq nuqta aylanıyotir bu BitTengisi. Mening o'ylashimda Elon Musk Doge tengisini qanday tashviq qilish orqali birinchidan hamda xalqlarga, chunki bu odam shu qadar dangliqki, bu odam tush ko'rsa dunyo zukam bo'ldi odamni. Nima odam diqqat qildi degan gapda bu odam bir gap qilsa. Xalqlarga hamda dunyoga shu shifrliq pulninki bildirmekçi, dehqon tortmoqchi. Xalqlarni manda tarbiyalamoqchi-da. Nima deymiz? Manda bir narsam bor, diqqat qilinglar. Mesela onu men desem hech kim anglamaydi. Bu dunyodagi men tonimagan ekan, ammo Elon Musk'ni bilgan ekan, xalqlarning manda tarbiyasini o'stirmoqchi. Ikkinchidan hamda bevosita BitTengisni tashviq qilgandan, bu Doge tengisini tashviq qilsa, balkim bu hamda bozorni baş qo'ygan yoki manipulate deymiz. Amerikaninki aksiya almashtirish komiteti var. Balkim ular aralashib mumkin. Hamda Elon Musk'ninki mo 2018-yili bozorni xato uchurlar bilan ta'minlagan degandek bir arz var bu Elon Musk qilgan, uni izlab ko'rsanglar bo'ldi. Hamda shu Elon Musk'ninki asosiy sabab tufaylidan to'xtamay o'rlab kelyotdi. Undan boshqa şu Covid sebebinden hem dünyadaki her qaysi devletlerninki to'xtamay pul besishimi, hem pulni besiyvergan ekan, qarasanlar o banka qo'ygan pul xo'raydi-da. Shuning bilan BitTengis'ninki yoki shifr pullarninki soni, masalan, BitTengis'ning soni aniq 21 million. Uni siz aldirab bosolmaysiz. Qog'oz qimmat olmaydi, shunga bunun keng ko'lamda olqishga erishishi bo'lishi mumkin. Hamda Elon Muskmi bu odamni jiroqni ko'radigan bo'lg'achqa u pulni saqlab hozirgi hamda dollarni masalan mush yilning ichida, mush yil emas, bir yil ichida 2020-21 20% dollar yangidan besilgan. Ham dollarning ishonchlik bir currency yoki pul deb qaraymiz-ku. Şu vəjin bu şifr pullarının qiyməti əslab eşib ketib bardı. Çünki keyin bular dollarning bir keraksiz qog'oz bo'lib qolishidan ansiraydak. Hamda boshqa pullarni demsak bo'ldi agar dollar unda olib ketib qolsa. Shu vəjdan Doge tengisi bas o'rlab ketib qolgan. Hamda mablag' soldigan vaqt keldimi, kelmadimi, men uni maslahat beramayman, chunki men emas hech kim buning bahsini üstüde tushidi deyolmaydi. Tahlil qildi, hammasi quruq gap. Buni bilgili olmaydi. Warren Buffettning bir gapi bor. Paychek bozorini tahlil qilda oldin ma'lumot berish xuddi munajjimlarninki osmonga yulduz qarab palachqandekdan berish degandek bir gapi bor-ku. Hech kim bilmaydi. Balkim tushib ketishi mumkin. Mesela hazır Coinbase'deki bugün 4-ayning 24, 4-kundagi bahası hazır 27 sent chiqib qoldi.
bir ay burun, bir aylık qaranglar. 43 senq chiqqan. Şu bir ayning ichida, 4-chi ayning ichida. Ya'ni 4-chi ayning 16-chi kuni hozir Brest tushib ketdi degan gapda. Masalan, siz 10 ming dollarlik Dogecoin olsangiz, bir haftaning ichida bu 5 ming dollar bo'lib qoldi degan gap. Ya'ni bu intayin cho'ng farq bu. Bu xuddi qimorga o'xshaydi. Futurishingiz mumkin, yoki futishingiz mumkin. Hech kimga bilmaydi. Ammo buni bilib qo'ygulik. Hozirgi shifrli pullarning taraqqiyoti, nima uchun bo'lapmi shu Dogecoinning nima keng ko'lamda diqqat tortganligi sabab shu. Uningdan boshqa, masalan, Dogecoin, Google'ga Dogecoin deb izlasanglar, man news xabar qarasanglar, hammasi Doge tengisi to'g'risida, Dogecoin xabarlar. Al Jazeera, Bitcoin xabarlari, CNBC degandek. Qiziqadi dunyodagi hamma odam qiziqadi. Hozir qiziq nuqtamiz shu bo'lgan ekan. Bugungi video mushakchi. Rahmat.